Men bilasizlarmi qanaqa bolalarga havas qilaman. Haligi hech kim dunyo bilan vash ishi yo'q bolalar bor. O'zi bilan o'zi yuraveradigan. Va eshitdingmi, hozir urush bo'lyapti desiz. Habib yutadi, Masapan ham to'shni yutib beradi. Habib yutkizmaydi. U tashnab turaveradigan bola. Mana yangicha haligi depressiya, inflyatsiya degan so'zlarni u haligi mashinaning yangi turi deb o'ylaydi. Umuman qiziqish, ammo pulni topadi. Mana buqona baqib oyiga 50 million pul topsa kerak deysizlar. Lekin sezdirish yo'q. Mana ishlatadigan telefoni ham G2 Prime. Telegramga ham kirmaydi haligi. Telegramga tushunishingiz uchun hozir konsernli puldan ham kirsa bo'lyapti. Kiyim ham umuman sezdirmasdan mana shu 3-sinfda kiyib yurgan Spartikasi bor, bitta yonboshda chizig'i bor, trikolsda yuradi. Qishin yozin. Hali trikol cho'ntagida atyorga turadi doim. Bitta uni teskarisi bor, guppi, vashi, hali bosar tushani bir 3 million olib oladi, Luboy katta binodan o'tadi. Mashidan uy bosib olish kerak edi bitta. Hali joy biznes center. Monon oladigan narsasi, bu izzor olsa bitta velosiped olib qo'yaman. Tamarkaga 3 kilometrga borib kelishga qiynalmayapman deydi. Tushunishlar uchun topadigan puliga uydan Tamarkasigacha bo'lgan masofani olib qo'ysa bo'ladi. Tamarka ham 28 gektar. Kadastr qilib alohida viloyatga bersa bo'ladi.